O'zbekistonda bugun tongda qalblarni larzaga soluvchi yana bir fojia yuz berdi. Fuqarolar darhol ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkentda erkak 10-qavatdan qulab halok bo'lgani aytilmoqda. Hodisa yuzasidan rasmiy organlar hali izoh bergani yo'q. Toshkent shahri Olmazor tumanidagi Olmazor City turar joy majmuasida yana bir fojiali hodisa yuz berdi. Erkak ko'p qavatli uyning 10-qavatidan qulab tushib halok bo'ldi. Voqea tafsilotlari hozircha aniqlashtirilmoqda. Guvohlarning aytishicha, bu holat kechki vaqtda sodir bo'lgan. Ayni paytda tegishli xizmatlar hodisa joyiga yetib borgan, ammo rasmiy organlar hali bu borada izoh bergani yo'q, deyiladi xabarda.